Haqiqiy bedana ishqibozlariga bedanalarimiz bor, sotiladi. Sayroqi bedanalar bor mana. Hoji buvam bilan kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Bedana sayroq. Hozir suvga qarayapti. Haqiqiy o'zimizda yo'g'oyi, javdari bedanalar mana. Bedana baqishni sirlari. Sirlargacha o'rgatib qo'yadi. Hoji buvam o'zi mana erinmasdan qaraydi. O'sha seva bu, haqiqiy seva. Bunaqa italyanskiy bedanalar ham bor ekan mana. İtalyanski. Mana makiyon. Makiyon. Bu İtalyan mı bu? Ha, makiyon. İtalyanski'nin makiyonu ekan. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni beraman, kelishib olasizlar. Bu ham İtalyanmi? Yo'q, yesizi zo'ri. Evet. Ular suv berib qo'yib, bir haftada bir marta suv ichadi-da. Bir haftada bir marta suv ichar ekan qishki kunida. Bundan tezlashadi. Serdon bo'lsa bo'ldi. Serdon bo'lsa bo'ldi. İtalya ham bor, o'zimizda o'sha yo'g'oyi, dikki bedanalarimiz ham bor. Erinmasdan bitta opni chuvoqqa endi kun chiqqanda qo'yadi. Suvini qo'yaman. Bular qum maydon mana shu yerga ilamizda bular. Voy, bu bedana juda ko'p ekan bu yerda. Sanab sanoqqa yetib bo'lmaydi. Ana Hoji akamdan intervyu. Ha, bu shogird bola bu. Seyrab turganini Bitta seyratamiz endi. Ha, suvni quyib Vatvalah desinchi. kim bo'lib turadi-da, jinday. Men qaraganimda biladi bu. Men qaray turganda jim turadi. Birpasirib shuni mikrofonda olgandan keyin Shaqira. keyin yallamay olimni boshlaydi. Yallamay olim yalla shaylaydi. Shiral Jo'rayev ham bormi buni ya? Dadam Hasanov, Oxun, Zuhruddin, Kamol Rahimov ana tepadagi. Ana Kamol Rahimov. Shu addan turgan Kamol Rahimov ekan. Toplar. Haqiqiy bulbuli. Bedanani san'atkorni ajratganaqa ajratish kerak, bedana bor. Ozodbek ham bor, ha? Ozodbek ham bor-da. Mana bu yerda bitta Ozodbek bor, mana. Mana Ozodbek. Gap. Yeyib qo'yadi. Legendasi ekanda. Legenda. Haqiqiy. Malades. Bedana uyda ikkita bedana bo'lsa, Allohga salovat o'qiydi. Mana feyz barakali uy. Feyz barakali. Kim uyda xo'rozbozli uyda bitta oq xo'roz ham bo'lish kerak. Farishtalar hozir u nozir bo'ladi. Kimda oq xo'roz bo'lsa uyida. Farishtalar. Tashaki bo'lsa ham, dakan bo'lsa ham. Farishtalar hozir u nozir. Mana bilmaganlar bilib olsa eshitib olinglar. Oq xo'rozni xislatlari ko'p ekan. Oq xo'rozni ko'rsatib qo'yib borib, oq bo'ri ham bor, ha? qo'y bor. Hopsan hozir. Mana aka-ukalar oq bo'rini yoniga ketyapmiz. O'sha oq xo'rozni farishtalar ham yaxshi ko'rib, qichqirganda tinglab eshitar ekan. Qaytda oq bo'ri. Mana oq bo'ri. Bak. Hech yo'q, bitta uyda bir dona oq xo'roz boqib turinglar. Ishqibozlar mana. Haqiqiy oq bo'ri. Voy. O'g'il bola. Ketdi.